Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hali Ramazon oylarida, oxirgi kunlarida, bugun 25-marta ekan. Ramazonning ham 25-kuni nihoyalab kelyapti endi. Havolar aynidi kechadan boshlab. Kechqurun maydalab yomg'ir yog'ib, to'xtab, dam olib, to'xtab, shunday qilib yog'ib yotdi. Juda bir chanqoqni bosgandek yerni chanqoqlarni bosyapti. Mazza qilib, tomosha qilib, yuribman sayr qilib. Endi dehqonga shu yomg'ir kerak ekanda. Yomg'ir, quyosh. O'rnoklarimiz. Xudo xohlasa bu yil yaxshi natija beradi. Inshaalloh. Bizda shoxida 4tadan 5tadan nok bor. Noklarimiz yaxshi, xudo xohlasa. Bedalarimiz mana gullab ketdi ancha. Gurkirab ketdi. Nok qatorlarimiz shu yerda 1, 2, 3, 4 qator nokimiz bor. 4 qator nokimiz bor. Bular shaftoli, chempion. Anjir shaftoli ham bor ozgina. Asosan chempion. Bu yil hosili, bu yil yaxshi. Bu yil noklarimiz ham, shaftollarimiz ham qanday to'ldirar shekilli. Iloyim. Yaxshi gulladi. Bu yil 5-yil bular ekilganiga. Bu yil 5-yil. Hali odam bo'yi bo'lgan yo'q balandligi. Xudo xohlasa. Bu olma qatorlarimiz. 3,5 qator olmamiz bor. Chang olma. Mevalari bor bu yil. Mevalari bor, xudo xohlasa. Meva ko'rsatdi. Chiroyli. Gullarni chiqarib, odamni ko'zini yashnatib, quvontirib. Emas. Tomosha qilaverar ekansan-da bularni. Ajoyib. Allohni yasib qo'ygan. Mana shu yog'ochdan shunaqangi bir nozik nihol chiqib, gul berib, odamni o'ziga jalb qilib, men shu yerdaman. Yaqin kunlarda senga meva beraman deganda o'ziga chaqirib, keyin meva tugadi. Keyin biz yeymiz. Shu borib shu qattiq bir yog'ochdan chiqar. Bo'ldi, boshqa hech nima yo'q. O'zini mazasini, o'ziga kerakli narsalarni o'zi Allohning yaratib qo'ygan qonuniyatlar bilan o'ziga kerakli mazani o'zi tortadi shu tomirlar orqali. Olmami o'ziga kerakli, nok o'ziga kerakli, shaftoli o'ziga kerakli, ham ko'rinishda oladi, ham rang oladi, ham maza oladi. Subhanalloh, bu mevalarni turli tumanligini qoyil qolish kerak. Bu yerda giloslar 5 qator. Bir yil burada meva ushadi. Bir yil xullas 5 yillik ko'chatlarimiz hammasi meva ushadi. O'tgan yil ham bergan. Endi o'tgan yil yeyishga bergan. Bu yil endi xudo xolasa nasib qilsa sotishga. Bedalarimiz ajoyib mazza bo'lib. Chizil qildirdik. Aralani ochib sug'orishga. Kichkina ko'chatda ham meva bor qarang. Bo'yin baravar emas. Lekin mevasi bor. Meva chayir.
shunaqa. Bu yerga kichkina огородcha qilib qo'yganmiz. Rediska. Shu rediska. Undan keyin qalampir urug' sepganmiz, ko'chat qilib ekanmiz. Undan keyin birinchisi rediska, ikkinchisi qalampir urug', ukropka shnich, jam bilan bor, oxirgisida gul bor. Gullarni ham oradan sepib yuborganmiz. Mana yerda endi 3 yillik bog'imiz bor, kichkinagina bir 50 sot, 60 sotlik. 450 tup nok, 450 tup olma ekkanmiz mana shu 6 ta qatorga. Yarim. U ham bir yil xudo xolasa bitta ikkita meva yeymiz. 3-yil mana. Mana o'sha marta meva ushlabdi. Mana shu mevasi. O'rmon go'zali. Juda maqtashyapti shu. Bu yil endi yeb ko'ramiz, xudo xolasa. Mana shundan 450 tup ekilgan. Dalani teng yarimdan tepasida 450 tup olma ekkanmiz. Pinkli deydigan olma, nihoyatda shirin deb uni mevasini yeb ko'rganmiz. Lekin hozir uzib yeganimiz yo'q. Bu yil balkim yeb ko'ramiz. Endi yog'i keyin katta giloslarimiz bor. Yosh ulug' giloslarimiz bor. 250 tup orasida. Abreska bo'lgan, bir yil xudo xolasa bu ham hosil beradi. Bu yerda o'riklarimiz, yubileyniy o'rigimiz bor. 9 tup. O'tgan yil ham yaxshi sotildi u ham. Shunaqa mulkchilik. Alloh yerni ostiga ham, yerni ustiga ham bandalariga rizqini ko'mib, chashib tashlagan ekanda, terib yeb tugatib bo'lmaydi. Ajoyib. Tugatib bo'lmaydi bu ne'matlarni. Sanab sanog'iga ham yetib bo'lmaydi. Mana bizni bir kelib qolgan marta bir itimiz bor. Men kelsam qochib ketardi. Kechasi kelib mana xonada yotadi. Ertalab kelsam qochib chiqib ketardi. Hozir mana o'zi ko'nikib, bemalol yotadigan bo'ldi. Egasi bo'lib, meni tanishib qildi. Bari sochati cho'chiyapti. Mayli, yurtda men ketganimda bir tashlgan nima kerak. O'rdiylarimizga qaraydi. O'zimiz baliq tashlaganmiz bu itlarga. Shunaqa gaplar. Murodarlar. Sog' bo'linglar, gaplashamiz. Suhbatlashamiz yana.